Mana xudo xolasa tayyor bo'ldi akalar, qaranglar. Yopdi, уже yoradi bemalol. Xudo xolasa go'zal. Ovozlarini ham bitta. Hali pretilka bo'lgani yo'q, просто qoqdik sizlar uchun. Gnezdoni svichani oldingiz zazor bilan mana ko'rsatib berasiz. Xudo xolasa ishlari. Ovozlari ham mana go'zal. Qismayapti. Sentropkalari ham bir xilda chiqdi. Xudo xolasa qisilib qolishlari yo'q. Yopishlari ham hozircha yaxshi. Endi gnezdoni qattiqligiga, uzoq vaqt xizmat qilishiga xudo xolasa javob beramiz. Endi bir 6-7 yil emas, bir 100 ming kilometr xudo xolasa xizmatini qilib beradi. Sog' bo'ling.